18-trek. Oqshom. Ikki xizmatchi tashqari hovlidagi supada kechki ovqatdan so'ng choy ichib o'tirishibdi. Talandan so'ng bu hovliga hech kim kelmaydi. Xizmatchilar faqat hovlini qo'riqlaydilar, cho'rilar uy yig'ishtiradilar, ovqat pishiradilar. Ibrohim o'z sherigiga ularning mahallasidagi bir chaqqon yigitning qanday qilib boyib ketganini gapirib bermoqda edi. Shu payt birdan eshik qattiq taqilladi. Ibrohim sherigiga imo qildi. Sherigi o'rnidan turib borib eshikni ochdi. Eshikdan ikki harbiy kiyimli sipoh kirib keldilar. Ibrohim o'rnidan sakrab turib kelganlarga salom berdi va ularni supaga o'ltirmoqqa taklif qildi. Sipohlar o'ltirmadilar. Ulardan biri so'radi: "Tabib hazratlari qayerdadirlar?" Ibrohim indamadi. Sherigi javob berib dedi: "Talandan so'ng mana 40 kundirki uyga kelganlari yo'q. Qayerda ekanliklari bizga noma'lum." Talan so'zini eshitgan sipoh bir ijirg'anib yuzini burishtirdi. Vazir Shayx Abu Alining uyiga bo'lgan hujum to'g'risidagi ovoza butun shaharga yoyilib ketgan edi. Bu hodisa o'zining mash'umligi bilan vazirning do'stlarini ham, dushmanlarini ham iztirobga soldi. Kuppa kunduz kuni vazirning uyini talagan o'g'rilar boshqa hovlilarga ham hujum qilishlari mumkin-ku. Bular harbiylarmi yoki talanchilarmi? Talanga bosh qo'shmagan harbiylar ichida ham bu ishdan norozilar bor edi. Chunki ulardan ba'zilari o'zlari yoki qarindosh urug'lari tabibning mo'jizakor davolaridan shifo topganlar. Umuman ko'pchilik Shayx Abu Alining uyiga bo'lgan hujumni beibo sharmandalik deb qoraladilar. Shuning uchun vazir Shayx Abu Aliga qarshi chiqqan qo'shinboshilar o'z qilmishlaridan sarosimaga tushdilar. Ular kaltafahmlik bilan tutgan yo'llari bunday nafrat jariga eltmog'i mumkinligini o'ylamagan edilar. Tag'in o'chakishganday Amir Shamsudovlarning qo'lanch kasal yana qo'zib qoldi. Hech kim unga davo topa olmaydi. Faqat ulug' tabib Abu Aligina bu dardga shifo bag'ishlashi mumkin. Abu Ali esa yo'q. Uning qayerda ekanini hech kim bilmaydi. Amir o'z odamlariga qayerdan bo'lmasin Abu Alini topmoqni buyurgan. Sipohlar shuning uchun uning hovlisiga kelgan edilar. Ibrohim gapga qo'shilmay hamon jim turar edi. Sipohlar birozdan so'ng hovlidan chiqib ketishdi. Ular ko'chaga chiqqach, Ibrohim sherigiga: "Sen dasturxonni yig'ishtirib qo'ygin, men yamoqchiga bergan etigimni olib kelaman", dedi va ko'chaga chiqdi. Sipohlar ko'chada otga minib yo'lga tushgan edilar. Ibrohim ularning ortidan boraverdi. Sipohlar narigi ko'chaga burilishgandan so'ng Ibrohim tez yugurib ularga yetib oldi va dedi: "Janoblar, agar shayxni biror kishi topib bersa, ne mukofot bo'lur?" Sipohlardan biri indamay cho'ntagidan bir xaltachadagi oltinni olib ko'rsatdi. Ko'chada hech kim yo'q edi. Ibrohim ikki qo'li bilan sipohning uzangiga yopishdi. "Men aytaman, shayxning qayerdaligini. U Quduqlik mahallasidagi Abu Said ibn Daxtuqning bog'ida berkinib yashamoqda." "Aldamaysanmi it bolasi? Xudo ursin, chin so'z bu. Men o'zim talan kuni shayxni va uning shogirdini o'sha yerga kuzatib borganman." "So'zing yolg'on bo'lsa, oltindan ham, boshingdan ham judo bo'lasan. Haromzoda." Ibrohim qayta qasam ichib o'z so'zini tasdiqladi. O'sha kechasi Ibrohim mirshabxonada tunadi. Chunki aytganlari rost chiqquncha uni qo'lda tutdilar. Ertalab bu ko'rnamak o'zidan mamnun bo'lib xo'jayinining hovlisiga qaytdi. Uning qo'ynida oltin to'la xaltacha yotardi. Xo'jayinining har bir harakatidan xabar yetkazib turish to'g'risida bergan tilxati esa mirshabxonada qolgan edi. Xizmat va turmush. O'sha kuniyoq sipohlar tabibni berkingan joyidan topib, Amir Shamsudavla huzuriga keltirdilar. Og'ir notoblikka uchragan bemor Amir yuz bergan ko'ngilsiz hodisalar uchun shayxdan uzr so'radi. Undan o'z vazirlik vazifasini ado etmoqni davom ettirishni so'radi.
Tabibning birinchi vazifasi bemorni davolash. Shayx Abu Alining mo'jizali shifolari tufayli tezda amir qulanch kasalining qiynoqlaridan qutuldi. Uning ko'ziga bo'lak, boshqatdan yorug' dunyo ko'rindi. U tabibdan juda minnatdor. O'tgan noxush hodisalarning izlarini shayxning ko'nglidan chiqarib yubormak uchun ko'p harakatlar qiladi. Shunday qilib, Shayx Abu Ali yana saroyda vazirlik vazifasini ado eta boshladi. U amirning harakatlarini sezadi. Ammo olim yaxshi tushunadiki, gap bir kishida emas. U xoh amir bo'lsin, xoh qo'shinboshi bir kishining qo'lidan ko'p narsa kelmaydi. Gap o'rnashib qolgan odatlar, munosabatlarda, ular tufayli vujudga kelgan sharoitda vazir ana shularni o'zgartirmoqqa intiladi. Shayx Abu Ali o'zi uchun amir dargohidan hech narsa talab qilmaydi. O'zining tabiblik orqali topgan daromadi va olayotgan xizmat maoshi uning tirikchiligi uchun yetarli. Bu daromad hovlisini bir me'yorda tutmoqda, o'zi va xizmatchilarining ish haqqi va taomini qoplashga bemalol yetib ortadi. Abu Alining oila, xotin, bola chaqasi yo'q, merosxo'rlari ham yo'q. U butun xalqni o'z oila a'zolari, farzandlari singari ko'radi. Shu xalqqa g'amxo'rlik, notoblarini davolash, sog'larini himoya qilish, mamlakatni obodonlikda, xalq hayotini farovonlikda asrash uchungina intiladi. Tinmay ishlaydi bu olim, tabib, vazir. Saroy atrofidagi turli tasodifiy kimsalar, xazina o'g'rilari, fisq va hujur ahli Shayx Abu Alini yomon ko'radilar. Ko'rshapalak yorug'likka chiday olmagani singari ular shayxning qalbi, oliy intilishlari nuri ostida tipirchilaydilar. Unga qarshi qora dushmanlik dudini har yon tarqatadilar. El u yurt manfaatini ko'zlovchi toza yurak odam bu haromxo'rlarning ko'ziga mudhish ko'rinadi. Ular adolat, insof, to'g'rilik sho'ralariga sira chiday olmaydilar. Atrofda qanday yovuz muhit mavjud bo'lmasin, Shayx Abu Ali o'z xizmatida xalqparvarlik yo'lidan qat'iy borar edi. U hamisha mazlumlar dodiga yetar, beva bechoralarga ko'maklashar, zolimlar va o'g'rilarga qarshi keskin kurashar edi. Abu Ali vazirlik xizmati bilan qancha band bo'lmasin, u hamisha bemorlar muolajasi, ilmiy mashg'ulot, dars o'qimoq, olimlar, shoirlar, sozandalar suhbati uchun ham vaqt topar edi. Bugun Shayx Abu Ali saroydan hovlisiga kech qaytdi. Bu yerda ishxonasida uni Juzjoniy va bir qancha boshqa shogirdlar kutmoqda edilar. Shayx uyga kirishi bilanoq hamma gurur etib o'rinlaridan turib salom berdilar. Ustoz ochiq chehra bilan salomlashdi, har birining hol va ahvolini so'rab chiqdi, so'ng ichkari uyga o'tdi va biroz fursatdan keyin ichkaridan yuvingan, uy kiyimi kiygan holda chiqdi. Barchalari ovqatxonaga o'tdilar va dasturxon atrofiga o'ltirdilar. Shayx Abu Alining uyi hamma yaqinlari uchun aziz va ochiq dargoh. Har kuni bu uy dasturxoni atrofida 15-20 odam jam bo'ladi. Biror martaba Abu Ali va Juzjoniy ikkalasi yolg'iz o'ltirib ovqatlangan emaslar. Hozir ham shunday. Dasturxon ustida turli latif taomlar muhayyo, Sheroz va Mavoronnahr go'zallari bo'lmuş olim uyidagi ayollar g'oyat pazanda edilar. Ular qaysi ovqatlarni qay vaqtda va qanday pishirmoqni ulug' tabib yozgan kitoblardan o'qib o'rganadilar. Bezakli dasturxon ustida batartib tortilgan mazali taomlar ishtahani ochadi. Jamiyatning kayfiyati xush, ozgina o'z me'yorida tortilgan sharob bu kayfiyatni yana ko'tarib yubordi. Tabib ahyon-ahyonda ovqat mahalida ozgina ichilgan sharob foydali der edi. Umuman sharob zahardir. Lekin har bir zahar kabi oz-oz ishlatilsa, u dori bo'ladi. Chunki ichilgan sharob tomirlardagi tiqilmalarni yuritib yuboradi. Shu bilan qon harakati yaxshilanadi, ovqat hazmiga yordamlashadi.
suhbatni qovushtiradi. Sharob ichgan kishi musiqa tinglamoqqa moyil bo'ladi. Ammo sharob ichmoq hech qachon mo'tadillikdan nariga o'tmasligi, har bir kishining o'zigagina xos bo'lgan me'yordan oshmasligi shart. Sharoblar tortilgach, taomlar tanovvuli boshlandi. Kishilarning kayfi yana chog'roq bo'ldi. Suhbat, kulgi qizidi. Bir yigit she'r o'qidi. Unga boshqa bir yigit shayxning sharob to'g'risida yozgan she'rini o'qib javob qildi. Sherxonlikdan so'ng sozandalar cholg'u asboblarini qo'llariga oldilar. Dilrabo ohanglar yangradi. Hammaning kayfi xush, dili sarxush edi. Bu xursandchilik uzoq kechgacha davom etdi. So'ng odamlar tarqalishdi. Abu Ali o'z xonasiga o'tdi. Mavorannahurli go'zal ko'rpa yostiqlarini, toza choyshablarni to'shab tayyor qilib qo'ygan edi. O'zi ham harir ipak kiyimlarda. U suzilgan jodu ko'zlarini uy egasidan uzmas. Uning barvasta qomati, kuchli bilaklari, quvvatli bag'riga suqlik bilan boqar edi. Bu ayol chin ko'ngildan Abu Alini sevib qolgan. O'zi nozik badan, uyatchan va tortinchoq bo'lsa-da, Abu Ali bilan yolg'iz qolganida bitmas tuganmas ehtiros kasb etar. Sevgilisining qo'ynida tipirchilab o't bo'lib yonar. Ayniqsa uni Sherozli dugonasidan qizg'onganidan yanada kuchliroq olovlanar edi. Erta tong. Yosh go'zal barvaqt uyg'ondi. U tezda o'rnidan turdi, yuvindi, so'ng hammomni tayyorlab qo'ydi-da, nonushta tayyorlamoqqa kirishdi. Sherozli dugonasi go'yo hech narsadan xabari yo'qdek unga qarashar edi. Har ikkala go'zal shayxga munosabat masalasida chiqisha olmasalar-da, boshqa hamma narsada bir fikrli edilar va bir-biriga juda suyanishar edi. O'z yurti, ota-ona, oilasi, yaqinlaridan judo bo'lgan bu ikki yosh qalb bir-birining hamohangligi bilan barqaror. Dillarida bu mo'tabar dargohga tushganlarining shukronasi. Lekin ikkalasi ham oliyjanob inson, barkamol va mard erkak Abu Aliga ko'ngil bog'laganlar. Unga xizmat qilish, uning ko'nglini olishning eng yoqimli, minnatdorlik bilan ado etuvchi xizmatlari sifatida qabul qilar va shu bilan shod edilar. Nonushta tayyor bo'lgach, oshxonaga Ibrohim kirib keldi. U xo'jayiniga nonushtani o'zi olib kiradigan bo'lgan. Ibrohim keyingi vaqtlarda imkoni boricha shayx huzurida ko'proq bo'lishga, uning so'zlarini tinglash va kuzatishga harakat qilar edi. U shumpashsha kabi shayx atrofida o'ralishar, shu qilig'i bilan hatto Juzjoniyning jig'iga tega boshlagan edi. Ammo shayx bunga zarracha parvo qilmas edi. Ibrohim hatto tabib bemorlarni ko'rayotgan vaqtida ham uning yonida bo'lishga, ko'maklashuvini bahona qilib, uni kuzatuvga, aytganlarini yodda saqlovga harakat qilar edi. Chunki u yo har kuni, yo kunaro mirshabxonaga shayx to'g'risida gap yetkazib turishi kerak. Shayxga nisbatan yomon fikr tug'diruvchi gap topib borsa, Ibrohimning o'sha kungi daromadi ancha barakali bo'ladi. Juzjoniy kitoblarni ko'chirib yozish bilan ko'proq band bo'lgani sababli Ibrohim shayx atrofida muttasil o'ralashadigan bo'ldi. Hatto u dori-darmonlar tayyorlashga ham aralashar, ba'zi yengilroq dorilarni qilishni o'rganib ham olgan edi. Har qanday odamda yaxshi tomonlargagina ahamiyat beruvchi olim Ibrohimning serharakatligini ko'rib, bemorlarni davolashga uning xizmatidan ko'proq foydalanar, ish ustida davolashga oid ba'zi ishlarni o'rgatar edi. Ishonch qozonib olgan Ibrohim sekin-sekin o'z maqsadini amalga oshirishga hozirlik ko'ra bordi. Kunduz kunlari hovlida odam kam bo'lar, ayollar ichkari hovlidan chiqishmas, boshqa xizmatchi yigit esa ko'p zahmatkash, mehnatga qoyim, ammo juda sodda va to'g'ri bo'lganidan chumoli kabi tinimsiz ish bilan band bo'lar va Ibrohimning qilg'iliklari bilan hech ishi yo'q edi. Kunduzlari Juzjoniy biror ish bilan biror yoqqa ketganda, Ibrohim uyidagi qimmatli buyumlardan bitta-bitta o'g'irlab olib chiqib ketar edi. U
qo'shni mahalladagi bir beva xotin bilan aloqada bo'lib, unga uylanmakka va'da qilgan. O'g'irlangan narsalarni o'sha yerga olib borib yashirar edi. Kunlar shu zaylda o'tib bordi. Shayx Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sino odatdagidek tabiblik va vazirlik vazifalarini ado etar, orada ilmiy kitoblar yozishni davom ettirardi. Vaqt g'ildiragi o'z yo'nalishida asta-sekin, lekin to'xtovsiz harakatda. 1021-yili Hamadon podshohi Shamsudavla vafot etdi. Taxtni uning kichik o'g'li Samuodavla egalladi. Bu yosh amir dargohida xizmat qilmoq og'ir bo'lajagi shayxga ayon. Chunki yosh amir ish bilmaydi. Atrofini esa yomon niyatli odamlar o'ragan. Amir ularning izmidan chiqmaydi. Shuning uchun Shayx Abu Ali vazirlikni davom ettirish to'g'risidagi amirning taklifini rad qildi va vazirlik xizmatidan voz kechdi. Bu lavozimni unga intilib eskitib yurgan Tojul Mulk egalladi. Kunlardan bir kun shayx Juzjoniyga dedi: "Biz saroy xizmatidan voz kechdik. Bundan buyon bir muncha fursat saroy ahlining ko'ziga ko'rinmay turgan maqbuldir. Shuning uchun biz Abu G'olib al-Attorning uyiga borib, o'sha yerda yashaylik va kitoblar ta'lifi bilan mashg'ul bo'laylik. Hovlida Mahmud qolsin." Shayx Abu Alining ukasi Mahmud bir necha fursat burun Buxorodan Hamadonga kelgan va akasi bilan birga yashay boshlagan edi. Abu G'olib ibn Attor dorivorchi bo'lib, u tabib bilan hamkorlik qilar va ulug' tabibga hurmati baland edi. Uning Hamadonda bir necha hovlisi bo'lib, shulardan biri bo'sh yotgan bog'li hovlisini tabibga taklif qilgan edi. O'sha kuni ertasiga Abu Ali, Juzjoniy va Mavorun Nahrli go'zal o'sha hovliga ko'chib o'tdilar. Ularga Ibrohim qarashib turdi. Bu yerda ertasi kuni ertalabdanoq Shayx Abu Ali va Juzjoniy ilmiy ishlarini davom ettirdilar. Shayx Ash-Shifo kitobi ustida ishlar edi. U g'oyat tez sur'at bilan yozadi. Bir kunda hatto 50 sahifa yozgan vaqtlari ham bo'ldi. Juzjoniy arang qog'oz tayyorlab ulgurar edi. Shayx oldin 1-2 kun davomida bo'lajak kitobning mundarijasini tayyorladi. So'ng o'shanga qarab har bir bobni yozishga kirishadi. Shu yo'sinda bu shoh asarining ayrim bo'laklari tayyor bo'lib bordi. Matematikaga oid asar esa oldin yozilgan edi. Olim buni Ash-Shifoga alohida bir bo'lak qilib kiritdi. Shunday qilib, Hamadonda Shayx Abu Alining Ash-Shifo asarining 3 bo'lagi yozildi. Keyinchalik olim Isfahonda bu kitobning hayvonotga va o'simliklarga oid bo'laklarini yozib chiqdi. Ular Al-Hayvon va An-Nabatot deb ataladi. Hayvonotga oid bo'lakni Aristotel asarlariga qiyos qilib, kerakli joylarini to'ldirdi. Shu yo'sinda Ash-Shifo kitobi yuzaga keldi. Bu shoh asarni yozib tugatganida Shayx Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sinoning yoshi 40 ta edi. Ash-Shifo to'g'risida qarang. Irisov, Abu Ali ibn Sino, Toshkent, Fan, 1980-yil, 121-142 betlar. Abu Ubayd Juzjoniy, Abu Aliga moyil bo'lgim kelardi. Jurnal Guliston, Toshkent, 8-soni, 1980-yil, Irisov tarjimasi. Ash-Shifoning mazmuni. Bu kitob Shayx Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sino yashagan davrdagi, ya'ni 10-asr musulmon sharqidagi barcha bilimlarni qamrab olgan qomusiy asardir. Ash-Shifo davolov, uning birinchi bo'lagi tibbiyotga oid asarlardan iborat. Unda olim Aristotelning fizika kitobida aytilgan masalalar bo'yicha fikr yuritadi. Tibbiyotning asoslarini bayon etadi. Harakatlar, jismlar, ular parchalanganda yuz beradigan hodisalar, moddalarning tabiiy holatlari, ularning o'zaro munosabatlari, jinslar va navlar, ular orqali sodir bo'ladigan hodisalarni bayon qiladi. Ash-Shifoning
Tabiiyot bo'limida osmon va yerga oid hodisalar, turli moddalar va elementlarning o'ziga xos xususiyatlari, issiqlik va sovuqlik, mijoz, osmon jismlari, yer yuzasidan ko'rinishlar, bug'lanish, chashmalar, yer qimirlashi, tog'lar, vodiylar, sahrolar, dengizlar, suvli va kamsuv yerlar to'g'risida turli ma'lumotlar keltiriladi. Tibbiyot bo'limining maxsus boblari o'simliklarga hamda hayvonlarga bag'ishlangan. Tibbiyot bo'limidan so'ng riyoziyot, matematika, ilohiyot va axloq bo'limlari keladi. Riyoziyot, matematika bo'limida handasa, geometriya, hisob, arifmetika, musiqa, ilmi nujum, astronomiya to'g'risida bilimlar jamlangan. Ashfoda Shayx Abu Ali o'zidan oldin o'tgan olimlarning shu ilmiy sohalarda yaratgan asarlariga xulosalar yasagan. Ba'zan esa ularga o'z qo'shimchalarini kiritgan. Masalan, Juzjoniyning xabar berishiga ko'ra, Ashfoning matematika bo'limida Shayx Abu Ali Uqlidus Evklid geometriyasiga parallax hech qachon kesishmaydigan yonma-yon haqidagi o'zi ishlab chiqqan 10 ta teoremani qo'shgan. Shu bo'limning astronomiyaga oid bobida astronomiyaga oid Ptolomiyning mashhur Al-Majasti asariga tamomila yangi fikrlarni kiritgan. Ashfodagi fizika bo'limining 6-bobi kitobi nafsdir. Muallif boblarni fan, bilim deb atagan. Kitobi nafsda olim tanadagi barcha a'zolarning harakati nafs tufayli amalga oshadi. Demak, barcha harakatlarni yuzaga keltiruvchi narsa nafs deb ataladi deb yozgan. Shundan so'ng qadimiy olimlarning nafs to'g'risida aytganlari keltirilgan. Ba'zilar tanani harakatga keltiruvchi kuch nafsdir deganlar. O'zi doimo harakatda bo'lgani uchun u o'lmaydi deb hisoblaganlar. Ba'zilar esa nafs boshlang'ichdir deganlar. Ya'ni uni olov, havo, yer, suv deb bilganlar. Ba'zilar nafs qondir, chunki qon to'xtasa hayot to'xtaydi deganlar. Ba'zilari nafs xudodir va u ham tabiat, ham aql, ham jon sifatida mavjud degan fikrni bildirganlar. Shayxur Rais bu fikrlarni asosli ravishda birma-bir rad etib chiqadi. So'ngra nafs uning harakatlari, ko'rinishlari, kuchlari to'g'risidagi o'z tasavvurini bayon qiladi. Nafs jism emas, materiya bir alohida qorishmada mavjud. Bu qorishmada nafs bo'ladi. Shuning uchun ham materiya mavjud. Nafs materiyani shu qorishmada barpo etadi. Nafs o'simlik va hayvonotning mavjudligiga sababdir. Nafs yaralish va o'sishning boshlanuvidir. O'simliklarda o'simlik nafsi bo'ladi, ammo o'simliklar va hayvonot nafsini birlashtiruvchi omil o'simliklarni ham, hayvonotda ham mavjud. O'stiruvchi kuch o'z tanlaviga ko'ra organni yanada tugal bo'lmoqqa hozirlaydi. Bu tugallik esa boshqa bir nafsga oid kuchdir. Ana shu nafsni hayvonot nafsi deymiz. Shayxur Raisning yozishicha, umuman nafs bir butun. U barcha organlarni bir-biriga bog'laydi, ularni yig'ib bir butun jism holatiga keltiradi va uni muntazamlikda saqlaydi. Shundan so'ng olim nafs kuchlari va ularning harakatlari to'g'risidagi fikrlarini izhor eta boshlaydi. O'simlik nafsida 3 kuch bor. Oziqlantirish kuchi bu jismni o'zgartiradi. O'suv kuchi bu jismni kattalashtiradi. Ko'paytirish kuchi bu boshqa o'xshash jismlar yordamida jismning bir bo'lagidan yangi bir jism yuzaga keltiradi. Hayvonot nafsida harakatlantiruvchi va qabul qiluvchi kuchlar bor. Harakatlantiruvchi qo'zg'atadi, intiltiradi yo rad qildiradi. Qabul qiluvchi kuch esa tashqaridan yoki ichkaridan qabul qiladi. Tashqaridan qabul qilinuvchi quyidagi sezgilardir: ko'ruv, eshituv, hidlov, ta'm, sezuv. Ichkaridan qabul qilinuvchilar: xayol, fikrlov, faraz, saqlov va xotira.